Juda ko'pchilikni uchraydigan muammolardan biri shu holatda sho'rlab ketadi, suv bo'ladi, boshqa bo'ladi, imorati mo'rtlashishni boshlaydi. Fasadga nima qilsa ham foydasi bo'lmaydi. Zo'r yechim topildi. Qani shu holatda reka profilga shunaqa fasadni plitkalarimizdan to'qiydigan bo'lsangiz, ancha yillar sizga xizmat qilib beradi. Ham fasadingiz bitib ketadi, ham undan tashqari sho'ringizni yo'qotsangiz bo'ladi. Undan tashqari suv qilishda ham hojat yo'q bo'ladi, mo'yshi bo'ladi. Ancha yillar sizga xizmat qilib beradigan tabiiy toshdan shunaqa fasadli plitkalar bo'ladi. Endi to'liqroq ma'lumotini oladigan bo'lsak, Davron akamdan so'rab o'tamiz. Undan tashqari biznesini qilsak bo'ladimi deganlarga kuniga 50 dollar, 100 dollar topsangiz bo'ladi. Sardor ham o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan o'rganib ketib, zo'r holatda ishlab chiqaryapti. Endi Davron akamdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Charchamayapsizmi? Kelinglar, salomatmisizlar. Shogirdingiz ham yosh bo'lishiga qaramasdan albatta zo'r yurg'izyaptilar. Ob'yomini ko'targani keldi yana ham. Hozir qolipini misoliga 24-25 bilan boshlagan bo'lsa, mana 1 yil davomida shu 60-70 kvadratga chiqdi ob'yomi. Yana ob'yom qo'shgani keldi. Sir bo'lmasa qancha topildi? Taxminan. Kuniga 100-150 dollar. O'rtamyor, endi sotuvga qarab ketaveradi. Sotuvga qarab. Talab zo'r, reklamalarni chiqarib bo'lgansiz, O'zbekistonga tanitib bo'lgansiz. Eng yangiliklar birinchi sizlarda chiqadi. Birinchi navbatda hamma yangilik Gold Euro fasadda, keyin boshqalarda. Juda ko'pchilik aka shu biznesda boshqalardan o'rganib boshlab qo'ygan, garantiyasi yo'q. Qoliplar o'rta me'yorda bo'ladi. Sizlarga qoliplarga garantiya ham bo'ladimi aka? Bizga hozirgi kunda qoliplarimizga 5 yil kafolati bor hozir. Qoliplarimizga boshqa joydan olib 5-10 ming dollarlik baribir qolip oladi biznes boshlash uchun. Puli kuymaslik uchun. Ular uchun ham o'quv kurslarimiz bor. Demak, o'rgatilaveradi. O'rgatilaveradi. Keladi, boshqa joydan qolip olgan bo'lsa, Yevro fasadda 4 yil, 5 yildan beri ishlatayotgan qolipi bilan solishtirib, sifatli narsani solishtirib, keyin o'rganib ketib biznesini qilaveradi. Hozir endi aytadigan bo'lsak, aka, mana shuni me'yorida qo'shiladigan narsalar qo'shmasa, uqalanib ketadi, sinib ketadi dedingiz. Demak, har bitta narsani sir sanoati, me'yori bor. Albatta, har bir narsani me'yori bo'ladi o'zi. Me'yoridan oshib ketsa ham, me'yoridan kamayib ketsa ham fasadli plitka o'zgaradi. Juda injiq narsa bo'ladi o'zi asli bu. Me'yorida men hozirgi kunda mana alhamdulillah nechta klientga bergan bo'lsak, nechta xonadonlarda qilgan bo'lsak, birortasi norozi bo'lmadi. Hammasi alhamdulillah rahmatini aytyapti. Demak, xizmatini qilib beryapti. Xizmati bor. Hozirgi kunda bu fasadli plitkalarimizga Ravshanbek 20 yil garantiya beryapmiz. 20 yil. Rangi o'zgarmaydi. Rangi o'zgarmaydi. Birinchi navbatda issiq-sovuqqa chidamli. Issiq-sovuqda. Mo'yshik, umuman devor tanlamaydi. Har qanday devor bo'lsa, rekadan yoki profildan karkas to'qib bemalol qotirsa ham bo'laveradi. Fasadli plitkalarimiz narxi 65 ming so'mdan 120 ming so'mgacha sotilyapti. Narx-navoimizni hali o'zgartirganimiz yo'q. Demak, oshirganingiz yo'q. Oshirganimiz yo'q. 65 ming so'mdan 120 ming so'mgacha. Tanlashiga qarab narx-navosi ko'tarilib pastlaveradi. Bilasiz, asosan bu bizning biznesimiz fasadli plitkadan tashqari buni biznesini o'rgatamiz. Ko'pchilik sifatsiz qoliplar olyapti. Arzon deb, arzon narsa, sifatli narsa arzon bo'lmaydi. Arzon narsa sifatli bo'lmaydi birinchi navbatda. 130 dollardan, mana shuni 160-170 dollarga davr arzon ekanidek olganlar bor. Biz 130 dollardan beramiz. Beriladi. 130 dollardan bunga garantiya bermaymiz. Gold Euro fasad korxonasini o'zini brendi asosida chiqadigan formalarimizga 5 yil kafolati bor. Buning ichida 195 dollarning ichida, 130 dollarning ichida обучение kurslarimiz mutlaqo besplatniy. Yotoq joy ham, yotoq, bir mahal issiq-ovqat, 8-9-10 xilga davr fasadli plitka qo'yishni o'rgatishligimiz. Shuning ichida keyin haligi biznesni boshlagan odam necha qo'rqadi baribir boshida pul tikkan odam. Klientlar bilan ham ta'minlab turamiz oyoqqa turguncha. Demak, Samarqanddan bo'ladigan bo'lsa, Samarqandda zakazda o'zini viloyatidan, qo'shni davlatlardan Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmanistonlardan kelayotgan hamkorlarimiz juda ham ko'p. Shu o'zini viloyatidan tushayotgan, o'zini shahridan, o'zini davlatidan tushayotgan zakazlar bilan alhamdulillah ta'minlab turamiz. Ta'minlab turilaveradi. Demak, qo'rqmasdan boshlasa bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda aka eng ko'p sotilayotgan qaysi bir modellarimiz bo'ladi? Yevro fasadda bilasiz, doimiy yangilik chiqarsak,
trendda bo'ladi. Hozirgi kunda lazerli 3D deb 2026-yilga yangilik chiqardik. Bunimiz ham hozirgi kunda raza trendda. Buni nimaga lazerli 3D degan savollar bo'ladi-da, buni mana qilib 3 xil svet qilib qo'ysangiz bo'laveradi mana. 3 xil. 3 xil. 3 xil. Bitta mahsulotimizda 3 xil effektni beradi. Ha, asosan 25-26-yilga juda ko'p yangiliklar ishladik. Hozirgi kunda pol paltarashka deb, xudo xolasa bir 4 ta 5 ta yangiligimiz bor. 3 xil 4 xil fasadimiz, 3-4 xil so'qilimiz bor. Inshaalloh tez kunlarda o'zingizlarga beraman. Hali showroomimiz o'zi bitmagan. Chola. Mana 25-26-yilga klassika deb modelimiz chiqqan. Bunimiz ham hozirgi kunda rosa ham trendda. Demak, juda ko'pchiligiga yoqqan. Juda ko'pchilikka yoqadi ham. O'ta seriozniy chiqqan, majma ham emas. Mana so'qillarimiz chiqqan. Yangiliklarimiz. Keyin mana Lego deb so'qilimiz chiqqan. Buni 4 xil, 5 xil razmeri bor. Eng hadovoylarni qo'yib qo'ydik, 20 ga 40 gini hozir. Bunimizdan chiqqan. Keyin mana bu yerda Kanakovskiy deb kirpichimizdan chiqqan fasadga. Mana bularimizdan. Endi sizga bermaganmiz, ancha bo'ldi reklama qilmaganingizga tanishtirib o'taman. Endi bular bilan. Bo'ldi, bemalol. Keyin mana Montana deb so'qillarimiz chiqqan. Hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan so'qillarimizdan hozirgi kunda. Keyin 4D ham chiqqan bunda. 4D nima, 3D nima bir xil deganlariga keling mana uka. Buni ham ko'rsatib qo'yamiz. Ko'p ishlab chiqaruvchini miyasi qisib oladigan yangiliklar chiqaramiz, chunki bu yerda Gold Euro fasadda faqat mutaxassislar ishlaydi. O'zimiz ham shu sohamizning mutaxassisimiz. Mana bu 4D ni farqi, yaqinroq olib kelsangiz, buni o'zini soyasi tushib turadi mana bu. 3 xil svet qilib qo'ysa bo'laveradi buni ham. Kirpichi отдельный turadi buni. Mana kirpich. Buni однотонниylari ham, mana bu duh svetlari ham chiroyli turadi. Tryuk svet qilib qo'ysa ham bo'ladi. Padmramir qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana sotuvda hozirgi kunda xonadonlarga bo'layotgan toshlarimiz hammasi ham trendda, xudo xolasa. Dastavkalar qanday bo'lyapti endi? Dastavkalarimiz o'zgarligi yo'q. 100 kvadratdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, yo'l kiramiz 12 ta viloyatga O'zbekistonda 50-50 bo'ladi. 50-50 qilib. Ha, hozirgi kunda mana Qirg'iziston, O'shdan, madaniyatdan juda ko'p odam dastavka qilib bering deydi. Chegaraga olib borib berishimiz mumkin, chegaradan olib o'tib ketishi mumkin. O'zlari olib o'tib ketishadi. Ular o'zlari olib o'tib ketishi mumkin. Bo'lmasa aka ekranda nomerlar qoldiraman. To'liqroq ma'lumot o'zingizdan olishsa bo'ladi. Kelib shu yerda o'rganib, bemalol Sardorbekga o'xshab o'zlari ham biznesni boshlab, yaxshi daromadga ega bo'lsa bo'ladi. Telegram WhatsApplar bor, aloqaga chiqinglar, kanallarni ham qoldiramiz, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'linglar, chunki o'zlarida ham doimiy yangiliklar chiqarib boradi. Albatta, xudo xohlasa. Aka, kattakon rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Manfaatli video bo'ldi.